Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshi ulug' insonlar bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Bu shunchaki tavsiya emas, balki zudlik bilan harakat qilish zarurati. Ushbu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi yoki kutilmagan muammolardan qutqarishi mumkin. Agar siz kanalimizga birinchi marta kirgan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Ushbu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot juda ko'p insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari, keksa yoshdagi fuqarolarimizga davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam, nafaqalar va imtiyozlar ko'pincha umumiy tizimlar orqali amalga oshiriladi. Misol uchun pensiya tayinlash avtomatik ravishda amalga oshirilardi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun qisman kompensatsiyalar yoki tibbiy xizmatlardagi chegirmalar ma'lum kategoriyalarga avtomatik ravishda berilardi. Ba'zi hollarda fuqarolar o'zlarining huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmagani uchun yoki ariza berish jarayoni murakkab tuyulgani uchun ba'zi imtiyozlardan foydalana olmasdilar. Davlat idoralari va idoralararo axborot almashinuvi to'liq yo'lga qo'yilmaganligi sababli ba'zi bir ma'lumotlar eskirishi yoki yangilanmasligi oqibatida ham keksalarimiz ba'zi bir imkoniyatlardan bexabar qolish holatlari uchrab turardi. Hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va dasturlar doirasida keksa yoshdagi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning turmush sharoitini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aynan shu sababli 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun maxsus bir hujjatni rasmiylashtirish yoki aniqrog'i ma'lum bir ijtimoiy yordam dasturiga ariza berish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu shuni anglatadiki, avvalgidek ba'zi imtiyozlar avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin emas, balki fuqarolarning o'zlari aktiv ravishda murojaat qilishlari talab etiladi. Bu o'zgarishning asosiy sababi mavjud yordamni aniq maqsadli yo'naltirish, ya'ni uni haqiqatda ehtiyojmand bo'lganlarga yetkazish hamda davlat resurslaridan yanada samarali foydalanishdir. Shu bois sizdan bu jarayonni jiddiy qabul qilishingizni va kechiktirmasdan harakat qilishingizni so'rayman. Keling, bu hujjat nima ekanligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerakligi haqida batafsilroq gaplashaylik. Bu hujjat deganda biz aynan biror ID karta yoki pasport kabi qat'iy bir rasmiy hujjatni nazarda tutmayapmiz. Bu asosan yangi yoki yangilangan ijtimoiy himoya dasturlari doirasida taqdim etilayotgan qo'shimcha imtiyozlar, nafaqalar yoki subsidiyalar uchun ariza berish jarayonini nazarda tutadi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan so'nggi qarorlarga binoan 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun, ayniqsa ehtiyojmand qatlamiga mansub bo'lganlar uchun turli xil qo'shimcha moddiy yordam turlari joriy etildi. Bu yordamlar kommunal to'lovlar uchun subsidiyalardan tortib dori-darmon xarajatlarini qoplashgacha, hatto sog'liqni saqlash sohasidagi ayrim xizmatlar uchun imtiyozlargacha bo'lishi mumkin. Bu dasturlarning barchasi fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash, ularning og'irini yengil qilishga qaratilgan. Kimlar bu haqda qayg'urishi kerak aslini olganda? 65 yoshdan oshgan har bir fuqaro bu ma'lumotni o'rganib chiqishi va ehtimoliy imtiyozlardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqish shart. Ayniqsa quyidagi toifadagi shaxslar uchun bu juda muhimdir. Yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar, agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz va doimiy yordamga muhtoj bo'lsangiz yoki shunchaki sizga g'amxo'rlik qiladigan yaqinlaringiz bo'lmasa, bu dasturlar aynan siz uchun yaratilgan. 2. Moddiy ahvoli og'ir bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning pensiyangiz minimal tirikchilik darajasidan past bo'lsa yoki sizning xarajatlaringiz doimiy daromadingizdan sezilarli darajada oshib ketayotgan bo'lsa, siz qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. 3. Nogironligi bo'lgan keksa fuqarolar. Agar sizda nogironlik bo'lsa va bu sizning tibbiy xarajatlaringizni oshirsa yoki maxsus parvarishga ehtiyoj sezsangiz, sizga yo'naltirilgan maxsus dasturlar mavjud. 4. Uzoq yillar xizmat qilgan, ammo kam daromadli faxriylar. Ba'zi sohalarda uzoq yillar mehnat qilib, lekin pensiya tizimidagi o'zgarishlar tufayli nisbatan kam pensiya oluvchi shaxslar ham qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lishlari mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'taylik. Birinchi misol Oysha xola, 7000 yoshda.
U uzoq yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, hozir yolg'iz yashaydi. Pensiyasi uncha katta emas, oyiga 1.200.000 so'm. Kommunal to'lovlar, dori-darmonlar va oziq-ovqatga pul zo'rg'a yetadi. Avvallar u hech qanday qo'shimcha yordam uchun murojaat qilmagan, chunki unga qandaydir yangi dasturlar borligi haqida hech kim aytmagan. Yangi tizimga ko'ra Oysha xola mahalla fuqarolar yig'iniga yoki yagona darcha markaziga murojaat qilib, o'zining moddiy ahvoli haqida ma'lumot beradi. Maxsus komissiya uning holatini o'rganib chiqadi va unga kommunal xizmatlarning ma'lum bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratish to'g'risida qaror qabul qiladi. Masalan, uning gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlardan oyiga 1.5 so'm, suv uchun esa 50.000 so'm miqdorida kompensatsiya berilishi mumkin. Bu Oysha xolaning byudjetidan oyiga 200.000 so'mni tejash imkonini beradi. Bu esa uning dori-darmonlari yoki boshqa muhim ehtiyojlarga sarflashi mumkin bo'lgan jiddiy miqdordagi puldir. Oysha xola bunday yordam borligini bilmagan edi. O'z pensiyasining katta qismini kommunal to'lovlarga sarflashda davom etar edi. Ikkinchi misol, Ahmad bobo 68 yoshda. Uning qandli diabet kasalligi bor va doimiy ravishda insulin qabul qilishi shart. Pensiyasi bor. Lekin har oy dori-darmonlarga katta pul ketadi. Avvallari Ahmad bobo dori-darmon xarajatlari uchun faqat davlat tomonidan belgilangan minimal imtiyozlardan foydalangan, unga yetarli darajada yordam berilmagan. Yangi ijtimoiy himoya dasturi orqali Ahmad bobo o'z sog'lig'i haqida tibbiy xulosa bilan birga pensiya jamg'armasi yoki xalq qabulxonasiga murojaat qiladi. Uning arizasi ko'rib chiqiladi va unga insulin va boshqa zarur dorilarni sotib olish uchun qo'shimcha moliyaviy yordam ajratiladi. Misol uchun, har oyda dori-darmon xarajatlarining ehil puddatigacha bo'lgan qismi, ya'ni 300.000 so'mgacha bo'lgan miqdori davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Bu Ahmad boboning sog'lig'ini saqlashga yordam beradi va moddiy yukini yengillashtiradi. Uchinchi misol, Zaynaba opa 65 yoshda. U oilasi bilan yashaydi. Farzandlari Rossiyada ishlaydi va har oy ma'lum miqdorda pul jo'natib turadi. Zaynab opaning pensiyasi o'rtacha, oilaning umumiy daromadi esa minimal tirikchilik darajasidan ancha yuqori. U ham hujjat haqida eshitib qandaydir yordam olishga umid qiladi. Biroq murojaat qilganida uning oilasining umumiy daromadi belgilangan chegaradan yuqori ekanligi sababli u ushbu qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturidan foydalana olmasligi tushuntiriladi. Bu shuni ko'rsatadiki, ushbu dasturlar aniq maqsadli yo'naltirilgan va haqiqatda ehtiyojmand bo'lganlarga qaratilgan. Shunday bo'lsa-da, Zaynab opa o'z huquqlari va imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldi. Bu ham muhim. Ya'ni, kimlar tashvishlanmasligi kerak degan savolga javoban, oilaviy daromadi belgilangan, me'yordan yuqori bo'lgan yoki allaqachon maksimal darajadagi barcha imtiyozlardan foydalanayotgan fuqarolar ushbu qo'shimcha dasturlardan foydalana olmasliklari mumkin. Ammo shunga qaramasdan, har bir kishi o'z holatini tekshirib ko'rishi ortiqcha bo'lmaydi. Chunki vaziyatlar har doim o'zgarib turadi. Yangi dasturlar joriy etiladi va balki avvallari sizga taalluqli bo'lmagan imtiyozlar endi siz uchun mos kelishi mumkin. Endi esa ushbu jarayonning istisnolari, tuzoqlari va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Har qanday ijtimoiy dasturda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar va maxsus holatlar mavjud. Masalan, shaharlarda yashovchi fuqarolar uchun imtiyozlar qishloq joylarda yashovchilarga nisbatan biroz farq qilishi mumkin. Bu har bir hududning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Ba'zi kasb egalari, masalan, harbiy pensionerlar yoki xizmat ko'rsatgan fan, madaniyat arboblari uchun alohida imtiyozlar mavjud bo'lib, ular umumiy dasturlardan farq qilishi mumkin. Shuningdek, respublikamizga qaytib kelgan, repatriatsiya qilingan fuqarolarimiz uchun ham alohida yordam dasturlari bo'lishi mumkin. Bu holatlarda umumiy qoidalar bilan bir qatorda maxsus normativ hujjatlar ham o'rganilishi lozim. Tuzoqlarga kelsak, eng ko'p uchraydigan xatolardan biri bu hujjatlarni noto'g'ri to'ldirish yoki to'liq topshirmaslikdir. Ba'zi fuqarolar arizaga jiddiy qaramasdan barcha kerakli ma'lumotlarni yozmasliklari yoki eskirgan ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Bu esa arizani ko'rib chiqish jarayonini sekinlashtiradi yoki uning rad etilishiga olib keladi. Yana bir tuzoq bu belgilangan muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi dasturlar ma'lum bir muddat ichida ariza berishni talab qiladi va bu muddatdan keyin murojaat qilingan arizalar ko'rib chiqilmasligi mumkin. Shuning uchun har doim tegishli idoralar bilan bog'lanib, muddatlarni aniqlashtirib olish lozim.
ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar. Birinchidan, ba'zida mahalliy hokimiyat organlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlari markaziy dasturlardan tashqari o'z hududlaridagi ehtiyojmand qatlamga yordam berish uchun maxsus mahalliy dasturlarni ham amalga oshirishi mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun o'z mahallangizda yoki tumaningizda qanday qo'shimcha yordam dasturlari mavjudligini surishtirish zarar qilmaydi. Ikkinchidan, ma'lumotlarni doimiy yangilab turishning ahamiyati. Agar sizning oilaviy ahvolingiz, daromadingiz yoki sog'lig'ingizda o'zgarishlar yuz bersa, bu haqda tegishli idorani xabardor qilishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri hisoblangan yordam ko'rsatilishi yoki aksincha, haqiqatda ehtiyojmand bo'la turib yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Uchinchidan, firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Ba'zida firibgarlar keksa yoshdagi insonlarning ishonchidan foydalanib, ularga hujjat rasmiylashtirish bahonasida pul undirishga yoki shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga urinishlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank karta raqamlaringizni begona shaxslarga bermang. Barcha rasmiy murojaatlar davlat idoralari orqali amalga oshiriladi va buning uchun hech qanday noqonuniy to'lovlar talab qilinmaydi. Shuningdek, ijtimoiy himoya idoralari yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qo'ng'iroq qilib, PIN kodlaringizni yoki bank karta ma'lumotlaringizni so'ramaydi. Shubhali vaziyatlarda doimo rasmiy manbalar orqali tekshirish lozim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu hujjatni rasmiylashtirish. Ya'ni qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturiga ariza berish uchun siz qanday aniq qadamlarni tashlashingiz kerak? 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning birinchi qadamingiz quyidagi idoralardan biriga murojaat qilish bo'lishi kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlari, MX ko'pchilik ijtimoiy dasturlar, ayniqsa ehtiyojmand oilalarga yo'naltirilganlari MFlar orqali amalga oshiriladi. Siz yashash joyingizdagi mahallaga murojaat qilib, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritish bo'yicha yoki qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi, pensiya bo'limi, agar sizning savolingiz pensiya bilan bog'liq bo'lsa yoki pensiyaga qo'shimcha nafaqalar olish haqida bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Xalq qabulxonalari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari ham fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladi va tegishli idoralarga yo'naltiradi. Agar siz qayerga murojaat qilishni bilmasangiz, xalq qabulxonalari sizga yordam beradi. Davlat xizmatlari markazlari, yagona darsha markazlari, bu markazlar orqali ham ko'plab davlat xizmatlari, jumladan ijtimoiy yordamga oid arizalar topshirish mumkin. Bu yerda sizga hujjatlarni to'ldirishda ham yordam berishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, EDXP. Agar siz internetdan foydalana oladigan faol foydalanuvchi bo'lsangiz, MyDocAus portali orqali ham ba'zi arizalarni onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa karantin sharoitida yoki jismonan idoraga bora olmaydigan insonlar uchun qulay usuldir. 2. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Ariza berish uchun sizga quyidagi hujjatlar ro'yxati kerak bo'lishi mumkin. Bu ro'yxat dasturning turiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishingizdan oldin aniq ro'yxatni so'rab olishingiz tavsiya etiladi. Pasport sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Aslini ham, nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Pensiya guvohnomasi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya guvohnomangiz. Aslida daromadlar haqida ma'lumotnoma. Agar sizda qo'shimcha daromad manbalari bo'lsa, masalan, fermer xo'jaligi, ijara, ularning hajmiga oid ma'lumotnomalar. Ba'zida oilaning barcha a'zolarining daromadlari haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Oilaviy ahvol haqida ma'lumotnoma, oilangiz tarkibi. Birga yashovchi a'zolar soni haqidagi ma'lumotnoma mahalla tomonidan berilishi mumkin. Nogironlik haqida tibbiy ma'lumotnoma. Agar sizda nogironlik mavjud bo'lsa, tibbiy xulosalar. Ba'zi kasalliklar yoki tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar olishda tegishli tibbiy muassasadan olingan xulosalar talab qilinishi mumkin. Kommunal to'lovlar uchun kvitansiyalar. Agar siz kommunal to'lovlar uchun subsidiya so'rayotgan bo'lsangiz, oxirgi oylik to'lov kvitansiyalarning nusxalari. Bank rekvizitlari yordam pul o'tkazish yo'li bilan beriladigan bo'lsa, sizning bank kartangiz yoki hisob raqamingiz ma'lumotlari. Muhim eslatma, har doim hujjatlarning asl nusxalari bilan birga bir nechta nusxalarni ham tayyorlab boring. Ba'zi idoralar asli ko'rsatilgan holda nusxalarni qabul qiladi. 30. Arizani qanday yozish kerak? Ko'pchilik idoralarda standart ariza blankalari mavjud.
Sizga faqat shu blankani to'ldirish kerak bo'ladi. Arizani to'ldirishda quyidagi jihatlarga e'tibor bering. To'liqlik va aniqlik. Barcha kerakli maydonlarni to'liq va aniq to'ldiring. Ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingizni xatosiz yozing. Qisqalik va tushunarlilik arizaning mohiyatini. Ya'ni qanday yordam so'rayotganingizni aniq va tushunarli qilib bayon eting. O'rtaga hech qanday keraksiz ma'lumotlarni qo'shmang. Haqqoniylik taqdim etayotgan barcha ma'lumotlaringiz haqiqatga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Noto'g'ri yoki yolg'on ma'lumotlar taqdim etish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ilovalar, arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham aniq ko'rsating. Imzo va sana, arizani imzolashni va sana qo'yishni unutmang. 4. Muddati va ko'rib chiqish tartibi. Ariza berish uchun belgilangan aniq muddatlar dasturning turiga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi dasturlar yil davomida doimiy ishlaydi. Ba'zilari esa ma'lum bir chorak yoki oyda ariza qabul qilishi mumkin. Shu sababli murojaat qilganingizda arizani ko'rib chiqish muddati va qaror qabul qilish jarayoni haqida so'rab oling. Odatda arizalar 25 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi, lekin bu muddat ayrim holatlarda uzaytirilishi mumkin. Arizaning holatini tekshirish uchun sizga berilgan ro'yxatga olish raqami orqali murojaat qilgan idorangizga qo'ng'iroq qilishingiz yoki shaxsan borishingiz mumkin. Ba'zi elektron tizimlar orqali onlayn tekshirish imkoniyati ham mavjud. Aziz tomoshabinlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Sizga berilgan bu ma'lumotlar shunchaki nazariy bilimlar emas, balki hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan amaliy ko'rsatmalardir. 15 yoshdan oshgan har bir fuqaro, har bir nafaqaxo'r o'z huquqlarini bilishi va undan to'g'ri foydalana olishi kerak. Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va yordamdan bexabar qolish, uni kechiktirish sizni muhim imtiyozlardan mahrum etishi mumkin. Shu bois ushbu videoni ko'rganingizdan so'ng kechiktirmasdan harakat qiling. O'zingiz uchun yoki yaqinlaringiz uchun ushbu hujjatni rasmiylashtirish, ya'ni qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturiga ariza berish imkoniyatini o'rganib chiqing. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos kommentariyada o'z savollaringizni, tajribalaringizni yoki mulohazalaringizni yozib qoldiring. Balki sizning tajribangiz boshqa insonlarga ham yordam berar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularga ham foyda keltirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.